Bugun men ishlovchi pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyani oshirish, ariza yozish va pensiyani qayta hisoblatish. Bu mavzu har bir pensionerga, ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etayotgan fuqarolarga bevosita tegishli. Ko'pchilik odamlar yillar davomida ishlaydi, ish haqidan badallar to'lanadi, lekin keyin mening pensiyam nima uchun oshmayapti? Ishlagan yillarim hisob qilinadimi? Ariza yozsam qancha qo'shiladi degan savollar bilan yuradi. Men bugun sizga oddiy tilda aniq misollar bilan qayerga borish kerak, qanday ariza yozish kerak, qanday hujjat kerak bo'lishi mumkin, qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerak barchasini tushuntiraman. Ma'lumot juda muhim. Chunki bitta oddiy ariza sizning pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu kabi amaliy va foydali ma'lumotlar ko'p odamga kerak bo'ladi. Avvalo asosiy masalani tushunib olaylik. Pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etsa, u odatda ish haqi oladi, mehnat shartnomasi asosida ishlaydi. Uning daromadidan tegishli soliqlar va badallar ushlab qolinadi. Ya'ni odam nafaqat pensiya oladi, balki yana iqtisodiyotga hissa qo'shadi. Budjetga to'lovlar qiladi. Ish staji ham ortib borishi mumkin. Shunday ekan, tabiiy savol tug'iladi. Bu ishlagan davr keyinchalik pensiyaga ta'sir qiladimi? Oldin ko'p odamlar orasida shunday tushuncha bor edi. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlasang ham pensiya baribir o'zgarmaydi yoki ishlovchi pensionerga baribir qo'shilmaydi. Yoki faqat pensiyaga birinchi marta chiqayotgan paytda hisoblanadi, keyin qayta ko'rilmaydi. Amalda esa masala bundan ancha nozik. Qonunchilikda pensiyani qayta hisoblash, ish staji yoki ish haqi haqidagi ma'lumotlarni inobatga olish tartiblari mavjud. Lekin bu ko'pincha avtomatik bo'lmaydi. Eng katta muammo ham shunda, odam ishlaydi, lekin o'z huquqini talab qilmaydi, ariza bermaydi, hujjatlarini tekshirtirmaydi. Natijada unga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha pulni yillar davomida olmasligi mumkin. Hozirgi kunda raqamli tizimlar, elektron bazalar, ish haqi va staj haqidagi ma'lumotlar ko'proq elektron yuritilayotgani sababli ayrim ma'lumotlarni tekshirish osonlashgan. Lekin bu hammasi o'zidan o'zi bo'ladi degani emas. Ayniqsa oldingi yillarda ishlagan davr arxiv ma'lumotlari, korxona tugatilgan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, ish haqi ma'lumotnomalari kabi masalalarda fuqarodan faol harakat talab qilinadi. Men doim shuni aytaman, pensiya masalasida jim turish foydali emas. Savol berish, ariza yozish, javob talab qilish kerak. Eng avvalo, ishlovchi pensioner deganda kimni tushunamiz? Bu pensiya tayinlangandan keyin ham mehnat faoliyatini davom ettirayotgan shaxs. Masalan, erkak kishi yoshga do'yir pensiyaga chiqdi. Lekin korxonada qorovul, haydovchi, muhandis, usta yoki maslahatchi bo'lib ishlayapti. Ayol kishi pensiyaga chiqdi. Lekin maktabda o'qituvchi, poliklinikada hamshira, bog'chada tarbiyachi, do'konda hisobchi yoki tadbirkorlik subyektida xodim sifatida ishlayapti. Mana shunday holatlarda mening keyingi ishlagan davrim pensiyamga qo'shiladimi degan savol tug'iladi. Kimlar albatta tashvishlanishi va tekshirtirishi kerak. Birinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin kamida 1 yil, 2 yil, 3 yil va undan ko'proq ishlagan fuqarolar. Ikkinchidan, pensiyaga chiqqanda hujjatlari to'liq bo'lmagan, ayrim ish staji yoki ish haqi davrlari hisobga olinmagan fuqarolar. Uchinchidan, pensiya tayinlangandan keyin yuqoriroq ish haqi olganlar. To'rtinchidan, oldin norasmiy yoki hujjatlari chalkash bo'lgan joylarda ishlab, keyin rasmiy ishga kirgan pensionerlar. Beshinchidan, korxona yoki tashkilotda ishlagan, lekin elektron bazalarda ma'lumotlari to'liq aks etmagan odamlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsa, qayta hisoblash uchun yangi ish staji yoki yangi daromad shakllanmagan bo'lishi mumkin. Yoki odam ishlagan, lekin norasmiy ishlagan bo'lsa, ya'ni mehnat shartnomasi bo'lmagan, ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan, badallar to'lanmagan bo'lsa, bunday davrni pensiya uchun isbotlash juda qiyin bo'ladi. Shuningdek, ayrim holatlarda qayta hisoblash natijasida pensiya sezilarli oshmasligi ham mumkin. Lekin bu tekshirtirmaslik kerak degani emas. Men har doim kamida 1 marta pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'z hisob kitobingizni tekshirtirishni maslahat beraman. Keling, hayotiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, Anvar aka 6 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning ish staji 22 yil deb hisoblandi. Pensiyasi shunga qarab belgilandi. Lekin Anvar aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 4 yil zavodda ishchi bo'lib ishladi. Har oy rasmiy ish haqi oldi.
undan tegishli to'lovlar amalga oshirildi. Endi Anvar aka mening pensiyam o'z-o'zidan oshishi kerak edi deb o'ylaydi. Lekin u ariza bermagan bo'lsa, hujjatlarini tekshirtirmagan bo'lsa, ayrim hollarda bu davr amalda qayta hisobga olinmay qolishi mumkin. Agar u borib ariza yozsa, keyingi 4 yillik rasmiy ish faoliyati ko'rib chiqiladi va qonunchilikda belgilangan tartibda pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Yana bir misol. Muhabbat opa pensiyaga chiqqandan keyin maktabda yana 3 yil ishladi. Lekin uning ish haqi juda katta emas edi. U baribir ozgina qo'shilsa kerak, borib yurmayman deb o'ylaydi. Mana shu katta xato. Chunki pensiyadagi har bir qo'shimcha summa har oy to'lanadi. Bugun e'dan 1000 so'm, taqdan 1000 so'm. Bir 20 ming so'm kichik ko'rinishi mumkin. Lekin bir yilga hisoblasangiz, bir 20 ming so'm oyga bo'lsa, yiliga 20 million 4 ming so'm bo'ladi. 3 yilga hisoblasangiz, bu allaqachon 4 million so'mdan oshadi. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham nima kerak bor deyish to'g'ri emas. Pensionerning har bir so'mi o'z mehnati evaziga keladi. Yana bir vaziyat. Sobir aka pensiyaga chiqqanda uning 1990-yillardagi ish joyidan ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Shu sababli pensiya o'rtacha kamroq miqdorda tayinlangan. Keyinchalik u arxidan ma'lumotnoma topdi yoki korxonaning huquqiy vorisi orqali ish haqi ma'lumotlarini oldi. Bunday holatda ham pensiyani qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Bu faqat pensiyaga chiqqandan keyingi ish staji emas. Balki avval hisobga olinmagan hujjatlar yuzasidan ham bo'lishi mumkin. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman. Odamlar pensiya bir marta tayinlangan, endi tamom deb o'ylaydi. Yo'q. Agar yangi tasdiqlovchi hujjat paydo bo'lsa, qayta ko'rib chiqish imkoniyati bor. Raqamli misolni sodda qilib olaylik. Faraz qilaylik, bir pensioner 30 yil ish staji bilan pensiyaga chiqqan va 2 million so'm pensiya olayapti. Keyin u yana 5 yil rasmiy ishladi. Bu 5 yil albatta bir xil miqdorda qo'shiladi deb aytish noto'g'ri. Chunki pensiya hisoblash formulasi, bazaviy miqdorlar, ish haqi koeffitsiyenti, staj va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha aniqlanadi. Lekin umumiy mantiq shunday. Qo'shimcha rasmiy mehnat faoliyati va tegishli ma'lumot olagan va tegishli ma'lumotlar pensiya ishda ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada pensiya oshishi ehtimoli mavjud. Ba'zida oshish kichik bo'ladi, ba'zida esa ancha sezilarli bo'ladi. Bu har bir fuqaroning ish staji, ish haqi oldin nima hisobga olingani va nima hisobga olinmaganiga bog'liq. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Hamma ishlagan davr ham pensiya uchun avtomatik tarzda foydali bo'lavermaydi. Agar ish rasmiy bo'lmasa, mehnat shartnomasi tuzilmagan bo'lsa, ish beruvchi sizni xodim sifatida ko'rsatmagan bo'lsa, ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, bunday davrni keyinchalik pensiya uchun isbotlash qiyin. Shuning uchun men pensionerlarga ham, hali pensiyaga chiqmaganlarga ham doim aytaman. Rasmiy ish joyida ishlang. Hujjatlaringizni tartibda saqlang. Bugun qo'lga ozroq ko'p pul olayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisobida yutkazishingiz mumkin. Ikkinchi nozik masala qayta hisoblash uchun arzon muhim. Fuqaro og'zaki, meni pensiyamni ko'rib bering desa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Har doim yozma ariza qoldirish kerak. Arizaning kirim raqamini oling, qabul qilingan sanasini bilib qo'ying. Agar elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamni saqlang. Chunki keyin men murojaat qilgan edim deganda qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. Men amaliyotni ko'p ko'rganman. Odam bir necha marta boradi, og'zaki gaplashadi, keyin keling deyishadi. Vaqt o'tadi, lekin rasmiy jarayon boshlanmaydi. Ariza bo'lmasa, sizning huquqingizni himoya qilish qiyinlashadi. Uchinchi nozik masala qayta hisoblash sanasi. Odatda pensiya bo'yicha ko'p to'lovlar murojaat qilingan sana. Hujjatlar taqdim etilgan sana yoki tegishli asos yuzaga kelgan davr bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun kechiktirmang. Agar siz bugun ariza yozishingiz mumkin bo'lsa, 3 oy, 6 oy, 1 yil kutib yurishning ma'nosi yo'q. Chunki kechikkan har oy siz uchun yo'qotilgan pul bo'lishi mumkin. Albatta, aniq holatda mutaxassislar qonunchilikka qarab hisoblaydi. Lekin umumiy maslahat shuki, huquqingiz borligini bilgan zahoti murojaat qiling. 4-chi nozik masala. Pensioner ishlayotgan joy haqida pensiya jamg'armasiga noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot berishi mumkin. Ayniqsa ish joyi o'zgargan, yarim stavkada ishlagan, fuqarolik huquqiy shartnoma asosida xizmat ko'rsatgan, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida daromad olgan holatlarda ma'lumotlarni alohida tekshirtirish kerak. Chunki har bir daromad turi pensiya hisobiga bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zi to'lovlar staj sifatida hisoblanishi uchun tegishli tartibda badal yoki soliq to'langan bo'lishi kerak.
Shuning uchun men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Mening ishlagan rasmiy tizimda qanday aks etgan degan savol muhim. 5-chi nozik masala. Pensiya oshishi har doim katta bo'ladi deb kutmang. Ba'zi odamlar ariza yozsam, pensiyam birdan 2 barobar oshadi deb o'ylaydi. Bu ko'pincha noto'g'ri kutish. Qayta hisoblash aniq formula va hujjatlar asosida bo'ladi. Agar sizning qo'shimcha stajingiz qisqa bo'lsa yoki ish haqingiz past bo'lgan bo'lsa, oshish ham kichik bo'lishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, kichik oshish ham har oy tushadi. Bundan tashqari, pensioner uchun masala faqat pul emas, adolat hamdir. Siz ishladingizmi, rasmiy to'lovlar bo'ldimi, demak u ko'rib chiqilishi kerak. 6-chi nozik masala hujjatlardagi xatolar. Mehnat daftarchasida ism-sharif bir harf bilan boshqacha yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi, ishga kirgan yoki ishdan chiqqan sana aniq bo'lmasligi, muhr o'qilmasligi, buyruq raqami yo'q bo'lishi mumkin. Bularning hammasi pensiya hisobida muammo tug'diradi. Agar sizda shunday holat bo'lsa, oldindan ish beruvchidan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma oling. Arxivga murojaat qiling. Zarur bo'lsa sud tartibida yuridik faktni belgilash masalasini ko'rib chiqing. Bu jarayon murakkab ko'rinishi mumkin, lekin ko'p hollarda hal qilinadi. 7-chi nozik masala qayta hisoblash natijasini tekshirish. Siz ariza yozdingiz, keyin pensiyangiz oshdi. Shu bilan tugadi deb o'ylamang. Sizga qanday davrlar hisobga olingani, qaysi hujjatlar inobatga olingani, natija qanday chiqqani haqida tushuntirish so'rashga haqlisiz. Agar hisob kitobdan shubhalansangiz, yozma izoh talab qiling. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki adliya organlariga murojaat qiling. Pensioner men tushunmayman, nima berishsa shuni olaman deb yurmasligi kerak. Siz o'z mehnatingiz bo'yicha haqingizni olayapsiz. Birinchi qadam, o'z holatingizni tahlil qiling. Pensiyaga qachon chiqqansiz? Pensiyaga chiqqandan keyin ishladingizmi? Necha yil ishladingiz? Ish rasmiy bo'lganmi? Mehnat shartnomasi bo'lganmi? Ish haqingiz karta orqali tushganmi yoki rasmiy hisoblanganmi? Ish beruvchi sizni xodim sifatida ro'yxatda yuritganmi? Agar bu savollarga javob ijobiy bo'lsa, qayta hisoblash masalasini albatta tekshirtiring. Ikkinchi qadam. Hujjatlarni yig'ing. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchiligingizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hozir ayrim ma'lumotlar elektron bazadan olinadi, lekin men baribir qo'lda mavjud hujjatlarni ham olib borishni maslahat beraman. Chunki tizimda xato bo'lsa yoki ma'lumot chiqmasa, sizda qo'shimcha dalil bo'ladi. 3-qadam. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Odatda yashash joyingiz bo'yicha tuman yoki shahar bo'limiga boriladi. Agar elektron xizmatlar orqali murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, undan ham foydalanish mumkin. Lekin yoshi katta fuqarolar uchun ko'pincha bevosita borib, mutaxassis bilan gaplashish qulayroq. Borganingizda men ishlovchi pensionerman. Pensiyaga chiqqandan keyingi ishlagan davrimni inobatga olib pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb aniq ayting. 4-qadam. Ariza yozing. Arizada quyidagi mazmun bo'lishi kerak. Kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning familiya, ism, otangizning ismi, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana, pensiya chiqqandan keyin qaysi tashkilotda, qaysi davrda ishlaganingiz, shu davrni hisobga olib pensiyani qayta hisoblashni so'rashingiz. Ariza oxirida ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini yozing. Sana qo'ying va imzo cheking. Ariza matni taxminan shunday bo'lishi mumkin. Men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin falon tashkilotda falon sanadan falon sanagacha rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishladim. Ushbu davr bo'yicha tegishli ish staji va ish haqi ma'lumotlarini inobatga olib, pensiyamni amaldagi qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi ma'lumotnomasi va boshqa hujjatlar. Albatta, arizani o'z holatingizga moslashtirasiz. 5-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Bu juda muhim. Arizaning nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami va mas'ul xodim imzosi qo'yilsa yaxshi. Agar elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar sizga ariza shart emas, o'zimiz ko'rib beramiz deyishsa ham, men yozma ariza qoldirishni tavsiya qilaman. Chunki yozma ariza sizni himoya qiladi. 6-qadam. Javobni kuting va natijani tekshiring.
Javob chiqqandan keyin pensiya miqdori o'zgargan bo'lsa, qaysi oydan boshlab to'lanishini, qo'shimcha farq summasi bo'lsa qanday berilishini, qaysi davrlar hisobga olinganini aniqlang. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjat yetarli emas, staj tasdiqlanmadi, ish haqi ma'lumotlari topilmadi yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Shunda siz keyingi qadamni bilasiz. Yetishmagan hujjatni topasiz, arxivga borasiz, ish beruvchidan ma'lumot olasiz yoki shikoyat qilasiz. 7-qadam ish beruvchi bilan ham aloqada bo'ling. Agar siz hali ham ishlayotgan bo'lsangiz. Buxgalteriya yoki kadrlar bo'limidan siz haqingizdagi ma'lumotlar to'g'ri yuritilayotganini so'rang. Mehnat shartnomangiz rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Ish haqi hisobotlarda to'g'ri ko'rsatilganmi? Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'rimi? Shularni tekshiring. Ba'zida muammo pensiya jamg'armasida emas, aynan ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritganda bo'ladi. 8-qadam. Agar norozilik bo'lsa, shikoyat qiling. Avvalo shu bo'limning rahbariga yozma murojaat qiling. Keyin yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qilish mumkin. Shikoyatda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gapiring. Qachon ariza bergansiz, qanday hujjat ilova qilgansiz, qanday javob olgansiz, nimadan norozisiz, aniq yozing. Agar kerak bo'lsa, huquqshunosdan maslahat oling. Yana bir amaliy misol. Dilshod aka pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil qo'riqlash xizmatida ishlagan. U ish joyidan ma'lumotnoma olmasdan pensiya jamg'armasiga bordi. Tizimda uning bir davri ko'rindi, ikkinchi davri ko'rinmadi. Agar u shu joyda to'xtab qolsa, ehtimol 2 yilning hammasi hisobga olinmasdi. Lekin u ish beruvchidan ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i va ish haqi ma'lumotnomasini oldi. Keyin qayta ariza berdi. Natijada masala qayta ko'rib chiqildi. Demak, hujjat bilan yurish har doim foyda beradi. Yana bir misol. Saodat opa pensiyaga chiqqandan keyin kichik xususiy korxonada hisobchi bo'lib ishlagan. Korxona keyin yopilgan. U endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylagan. Aslida bunday holatda ham yo'l bor. Korxona hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Soliq organlarida ayrim ma'lumotlar saqlangan bo'lishi mumkin. Bank orqali ish haqi tushumlari bo'lishi mumkin. Sobiq ish beruvchi yoki huquqiy voris orqali ma'lumot olish mumkin. Har bir vaziyat alohida o'rganiladi. Eng muhimi, oldindan taslim bo'lmaslik. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun asosiy qoida shunday: pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblatish masalasini albatta tekshirtiring. Buning uchun og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering, hujjatlarni yig'ing, qabul raqamini oling va natijani tekshiring. Pensiya o'z-o'zidan oshishini kutib yillarni yo'qotmang. Siz ishlagan bo'lsangiz, mehnatingiz hujjatda aks etgan bo'lsa, uni hisobga oldirish uchun harakat qiling. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiyaga chiqqandan keyingi ish davringizni yozib chiqing. Qaysi tashkilotda, qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlagansiz, ish haqingiz rasmiy bo'lganmi, hujjatlaringiz bormi, shularni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qiling. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yozma tushuntirish so'rang. Agar siz yoki yaqinlaringiz ishlovchi pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni ularga albatta yetkazing. Izohlarda yozing. Siz pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Qayta hisoblash uchun ariza berganmisiz? Pensiyangiz oshganmi yoki muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va keyingi foydali maslahatlarni o'tkazib yubormang.